Akalar videoga yaqinroq kelib, yaxshilab qaranglar. Kimi bog'i bo'lsa, videoni o'tkazdirmasdan yaxshilab tomosha qilinglar. Amafos dorisi bilan kaliy dorisini qanaqa berish kerak? Qish oyida обязательно shu dorilarni berish kerak. Qishda, bahorda emas. Amafos mana qaranglar. Amafos ikkinchi qopimizdagi bu kaliy bo'ladi, kaliy tuzi. Kaliy tuzi nimaga beriladi deganda, mevalaringiz agar bahor oyida gullab to'kib yorayotgan bo'lsa, shu dorining kamligidan bo'ladi, yo bermayapsiz. Shu doridan bersangiz, mevalarni ko'p ushlab qoladi. Ikkovini yaxshilab aralashtirib qaranglar. Berib chiqish kerak. Har qanaqangi meva turlariga berib chiqish kerak. Qancha kilogramm beriladi deganga kommentariyaga plus qoldirsalaring, qancha kilogrammga qancha kaliy qo'shish kerak, hammasini aytamiz do'stlar. Mehnatga bittadan like bosinglar, o'rgatib boramiz. Obunani bosinglar.